Xullas tevasiga yetib keldik mana. Baho berishlaring mumkin o'zlaring. Bu videolar ustalar uchun emas, bu videolar professionallar uchun emas, bu shunchaki havaskorlar uchun uyda shu qiziqi bir o'choq qilay deb bekor yotgan bo'lsa, bir stroykadan buzib chiqilgan g'ishlar bo'lsa, o'shalardan sekin eplasa bo'ladigan qilsa, mana bo'laveradi mana shunaqa qilib qilsa. Hozir mana biz tevasiga keldik. Mana o'choqda mana katta qozonni ichi, o'choqda ichi mana bu Dimoxod yo'li. O'zimcha shunaqa qilib chiqdim hozir. Bunisi mana kichkinaniki mana. Ikkala tomondan ham aylanasiga Dimoxod yo'li bor. Ikkovi alohida chiqadi. Mana katta qozonga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tayu. Bitta mana singan ketdi g'ish, 15 ta. Bitta singan g'ish. Shu bilan 80 litrli qozonimiz ichiga tushadigan bo'ladi. Qo'shnilar chiqinglar. Kichkinasi endi 10 litrlimikan? Adashmasam 10 litrli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tayu bitta uni kundaliniga tushgan.